Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, ota-onalarimiz, onaxonlar va otaxonlar. Men bugun sizlarga juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. Pensioner ekaningizni tasdiqlovchi hujjatni zudlik bilan olib qo'ying. Bu oddiy qog'ozdek ko'rinishi mumkin. Lekin amalda u sizning pensiyangiz, imtiyozlaringiz, kommunal to'lovlardagi yengilliklar, bankdagi amaliyotlar, davolanish, sanatoriy, ijtimoiy yordam va boshqa ko'plab masalalarda kerak bo'ladigan asosiy dalildir. Agar bu hujjat qo'lingizda bo'lmasa, ertaga biror idora, bank yoki mahalla sizdan tasdiq so'raganda ortiqcha yurishingizga to'g'ri keladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumot har bir pensioner oilasiga tegishli. Avvallar ko'pchilik pensionerlar pensiya tayinlanganidan keyin o'zini xotirjam his qilardi. Pensiya plastik kartaga tushadi, pochta orqali keladi yoki bankdan olinadi. Demak, hammasi joyida deb o'ylardi. Lekin hayotda pensiya olishning o'zi yetarli bo'lmaydigan holatlar ko'p. Masalan, sizga mahalladan moddiy yordam kerak bo'lsa, bankdan kredit yoki karta bo'yicha ma'lumot so'ralsa, davolanish uchun imtiyozli yo'llanma kerak bo'lsa, sanatoriyga navbatga turmoqchi bo'lsangiz, kommunal xizmatlarda yengillikni rasmiylashtirmoqchi bo'lsangiz, ko'pincha sizdan pensiya oluvchi ekaningizni tasdiqlovchi hujjat so'raladi. Oldin bunday hujjatlar ko'pincha qog'oz shaklida, ya'ni pensiya guvohnomasi yoki pensiya jamg'armasidan beriladigan ma'lumotlar ko'rinishida yurardi. Ayrimlarda eski guvohnoma bor, ayrimlarda umuman yo'q, ayrimlar esa yo'qotib qo'ygan. Bugun esa ko'p jarayonlar elektronlashmoqda. Davlat xizmatlari markazi yagona interaktiv davlat xizmatlari portali. Pensiya jamg'armasi bazalari orqali ma'lumotlar tekshiriladi. Lekin shunga qaramay hayotda sizdan pensiya olishingizni tasdiqlovchi ma'lumotnoma olib keling deb so'rash holatlari hali ham uchraydi. Aynan shuning uchun men sizga oldindan tayyor turishni maslahat beraman. Bu yerda eng muhim narsa shuki, hujjatni muammo chiqqandan keyin emas, muammo chiqmasdan oldin olish kerak. Chunki odam kasal bo'lib qolganida, bank kartasi bloklanib qolganda, mahallada yordam ro'yxati yopilayotganda yoki sanatoriyga hujjat topshirish muddati tugayotganda bir kun ham juda qimmatga tushadi. Oddiy ma'lumotnoma yo'qligi sababli odam bir necha marta idoraga borib keladi, navbatda turadi, pasport nusxasini topadi, telefon orqali bolalariga qo'ng'iroq qiladi. Men bunday holatlarni ko'p ko'rganman. Shuning uchun bugungi maslahat juda amaliy. Pensioner ekaningizni tasdiqlovchi hujjatni hozirdan tayyorlab qo'ying. Endi aniq tushuntiraman, qaysi hujjat haqida gap ketyapti. Men nazarda tutayotgan hujjat pensiya oluvchi shaxs ekaningizni tasdiqlovchi ma'lumotnoma yoki pensiya guvohnomasi. Hududingizdagi tartibga qarab u qog'oz shaklida berilishi, elektron shaklida chiqarilishi yoki davlat xizmatlari orqali ma'lumotnoma sifatida shakllantirilishi mumkin. Unda odatda pensionerning familiyasi, ismi, otasining ismi, tug'ilgan sanasi, pensiya turi, pensiya tayinlangan sana, ayrim holatlarda pensiya miqdori yoki pensiya oluvchi sifatidagi maqomi ko'rsatiladi. Ba'zi tashkilotlarga faqat pensiya oluvchi ekaningizni tasdiqlash kifoya, ba'zilariga esa pensiya miqdori ham kerak bo'lishi mumkin. Kimlar bu masalada ayniqsa e'tiborli bo'lishi kerak? Birinchidan, yoshga doir pensiya oluvchilar. Masalan, 60 yoshdan oshgan erkaklar, 25 yoshdan oshgan ayollar pensiyaga chiqqan bo'lsa, ularning ko'pida turli imtiyozlar yoki yordam dasturlaridan foydalanish ehtiyoji paydo bo'ladi. Ikkinchidan, nogironlik pensiyasi oluvchilar. Bunday fuqarolarda tibbiy hujjatlar, nogironlik guruhi, dori-darmon, reabilitatsiya vositalari, sanatoriy masalalari tez chiqadi. Uchinchidan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Masalan, voyaga yetmagan farzand yoki o'qishda davom etayotgan talaba pensiya olayotgan bo'lsa, ta'lim muassasasi yoki bankdan qo'shimcha tasdiq talab qilinishi mumkin. To'rtinchidan, pensiyasini boshqa hududga ko'chirganlar, ya'ni bir tumandan boshqa tumanga, bir viloyatdan boshqa viloyatga ko'chib o'tganlar. Ularda bazadagi ma'lumotlar yangilanishi, yashash manzili, bank filiali va to'lov tartibi bo'yicha chalkashliklar bo'lishi mumkin. Keling, real hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Masalan, Toshkent viloyatida yashovchi 67 yoshli otaxon pensiyasini plastik kartaga oladi. U kommunal to'lovlar bo'yicha mahalladan ijtimoiy yordam so'raydi. Mahalla mas'uli undan pensiya oluvchi ekani tasdiqlovchi hujjat va oxirgi oylardagi daromad ma'lumotini so'raydi. Otaxon pensiya kartaga tushyapti-ku, yana nima kerak deb o'ylaydi.
lekin hujjat bo'lmagani uchun pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga borishga majbur bo'ladi. Agar bu hujjat oldindan qo'lda bo'lganida ariza topshirish jarayoni bir kunda bitishi mumkin edi. Yana bir misol. 28 yoshli onaxon nogironlik pensiyasi oladi. Shifokor unga sanatoriyada davolanishni tavsiya qiladi. Sanatoriy yo'llanmasiga hujjat topshirishda tibbiy ma'lumotnoma, pasport yoki ID karta. Nogironlikni tasdiqlovchi hujjat, pensiya oluvchi maqomi tasdiqlovchi ma'lumotnoma talab qilinadi. Onaxonning farzandlari ishda, o'zi esa uzoq navbatlarda turishga qiynaladi. Birgina ma'lumotnoma sababli jarayon cho'zilib ketadi. Bu yerda ko'rinyaptiki, hujjat faqat qog'oz emas, balki vaqt, sog'liq va asabni tejaydigan vosita. Yana bank bilan bog'liq holatni olaylik. Ayrim pensionerlar bankdan kichik kredit, mikroqarz yoki muddatli to'lovga maishiy texnika olishni xohlaydi. Bank daromad manbasini tasdiqlashni so'rashi mumkin. Ishlaydigan odam ish joyidan oylik ma'lumotnoma olib keladi. Pensioner esa pensiya olishini tasdiqlaydi. Agar sizda rasmiy ma'lumotnoma bo'lsa, bank xodimi sizning holatingizni tezroq ko'rib chiqadi. Masalan, oyiga 1 million 200 ming so'm pensiya oladigan pensioner bilan 3 million so'm pensiya oladigan pensionerning to'lov qobiliyati har xil baholanadi. Demak, ma'lumotnoma ayrim holatlarda faqat maqomni emas, balki moliyaviy imkoniyatni ham ko'rsatadi. Kimlar kamroq xavotir qilsa bo'ladi? Agar sizning barcha ishlaringiz elektron bazalar orqali avtomatik tekshirilayotgan bo'lsa, davlat xizmatlari portalidan foydalanishni bilsangiz. Farzandlaringiz sizga kerakli vaqtda elektron ma'lumotnomani chiqarib bera olsa, xavotir kamroq. Lekin men baribir bunday oilalarga ham hujjatni oldindan tayyorlab qo'yishni maslahat beraman. Chunki hamma joyda elektron tizim bir xil tez ishlamaydi. Internet bo'lmasligi mumkin, idora bazaga kira olmasligi mumkin. Xodim baribir qog'oz nusxasini olib keling deyishi mumkin. Amaliy hayotda ehtiyotkorlik yutqazmaydi. Endi istisnolar, nozik joylar va ko'pchilik bilmaydigan masalalarga o'taman. Birinchi nozik jihat, har qanday qog'ozni haqiqiy hujjat deb bo'lmaydi. Ba'zan odamlar eski guvohnomaning yirtilgan nusxasini, telefonda suratga olingan rasmni yoki kimdir yozib bergan oddiy ma'lumotni ko'rsatadi. Rasmiy tashkilotlar esa buni qabul qilmasligi mumkin. Hujjat rasmiy manbadan olingan bo'lishi kerak. Pensiya jamg'armasi bo'limi, davlat xizmatlari markazi yoki tegishli elektron portal orqali. Unda sana rasmiy rekvizit, QR kod yoki tasdiqlash imkoniyati bo'lishi muhim. Ikkinchi nozik shart, ma'lumotnomaning muddati. Ayrim ma'lumotnomalar doimiy maqomni ko'rsatsa ham, tashkilotlar ko'pincha yangi sanada olingan hujjatni talab qiladi. Masalan, siz 3 yil oldin pensiya oluvchi ekaningiz haqida ma'lumotnoma olgansiz. Bugun mahallaga yordam so'rab borsangiz, ular oxirgi olingan ma'lumotnoma kerak deyishi mumkin. Nega? Chunki odamning holati o'zgarishi mumkin. Pensiya turi o'zgaradi, to'lov to'xtatiladi, miqdor qayta hisoblanadi. Boshqa hududga ko'chiriladi. Shuning uchun men uyda eski hujjatni saqlab qo'yish bilan birga zarur ish uchun yangisini olishni ham tavsiya qilaman. Uchinchi nozik jihat, pensiya miqdori va shaxsiy ma'lumotlar maxfiyligi. Hamma joyga pensiya miqdori yozilgan ma'lumotnomani beravermang. Agar tashkilot faqat sizning pensioner ekaningiz kerak bo'lsa, pensiya miqdori ko'rsatilmagan ma'lumotnoma yetarli bo'lishi mumkin. Chunki daromad ma'lumotlari shaxsiy ma'lumot hisoblanadi. Masalan, chegirma olish uchun faqat pensioner maqomi kerak bo'lsa, miqdorini ko'rsatish shart bo'lmasligi mumkin. Lekin bank, kredit, moddiy yordam yoki subsidiya masalasida daromad miqdori so'ralishi tabiiy. To'rtinchi nozik jihat, ismingizdagi, familiyangizdagi yoki tug'ilgan sanangizdagi xatolar. Bu juda ko'p uchraydi. Eski pasportda bir xil yozilgan, ID kartada boshqacha yozilgan, nikohdan keyin familiya o'zgargan, hujjatlarda otasining ismida bitta harf farq qiladi. Bunday mayda xato katta muammoga aylanishi mumkin. Masalan, ma'lumotnomada Abdullayeva deb yozilgan. ID kartada Abdullayeva bo'lsa, ayrim xodimlar hujjatni qabul qilmaydi. Shuning uchun hujjatni olgan zahoti ism, familiya, tug'ilgan sana, JSHR, manzil va pensiya turini diqqat bilan tekshiring. Xato bo'lsa, shu joyning o'zida tuzatish tartibini so'rang. 5-nozik jihat, boshqa odamga ishonchnoma berish. Ko'p pensionerlar sog'lig'i sababli idoraga bora olmaydi. Bunday holatda farzandi, turmush o'rtog'i yoki yaqin qarindoshi yordam berishi mumkin. Lekin ayrim xizmatlar uchun oddiy onam yubordi degan gap yetmaydi. Vakil orqali ish yuritish uchun ishonchnoma talab qilinishi mumkin.
Agar pensioner yura olmaydigan bo'lsa, notarius, mahalla, tibbiy holat va boshqa tartiblar bo'yicha oldindan maslahat olish kerak. Men bunday vaziyatda avval telefon orqali tegishli bo'limga qo'ng'iroq qilib, aynan qaysi hujjatlar kerakligini aniqlab olishni maslahat beraman. 6-chi nozik jihat firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Pensionerlar orasida men sizga pensiya hujjatini tez qilib beraman. Kartangizni bering. Ma'lumotnomani chiqaraman. SMS kodini ayting. Portaldan olib beraman deydigan shubhali odamlar uchrashi mumkin. Hech qachon bank kartangiz PIN kodini, SMS orqali kelgan tasdiqlash kodini, pasportingizning asl nusxasini begona odamga bermang. Elektron xizmatdan foydalanishda ham telefoningizga kelgan kod sizning roziligingizni bildiradi. Uni boshqaga aytsangiz, u odam sizning nomingizdan boshqa amaliyotlar qilishi mumkin. Hujjatni faqat rasmiy idora, davlat xizmatlari markazi yoki ishonchli yaqinlaringiz yordamida oling. 7-chi nozik jihat pensiya vaqtincha to'xtatilgan yoki qayta hisoblanayotgan bo'lishi mumkin. Masalan, ayrim holatlarda hujjatlar yangilanmagan, yashash manzili o'zgargan, bank hisobida muammo bo'lgan, xorijga chiqish yoki boshqa sabablar bilan to'lov tartibi tekshirilayotgan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda ma'lumotnoma olishga borganingizda tizimda savol chiqishi ehtimoli bor. Bu yomon degani emas, lekin muammoni vaqtida bilib olasiz. Aksincha, hujjat olishga bormasangiz, muammo borligini pensiya tushmay qolganda bilib qolishingiz mumkin. Endi nima qilish kerakligini aniq qadamlar bilan aytaman. Birinchi qadam, uyda bor hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, nogironlik bo'lsa tamak yoki tegishli tibbiy hujjatlar, bank kartasi, eski ma'lumotnomalar, mahalla yoki tibbiyot bilan bog'liq qog'ozlar alohida papkada tursin. Men har bir pensionerga bitta oddiy papka tutishni maslahat beraman. Unga eng kerakli hujjatlarning asl nusxasi emas, ko'proq nusxalari joylansin. Asl hujjatlar esa xavfsiz joyda saqlansin. Ikkinchi qadam, eng yaqin pensiya jamg'armasi bo'limi yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Borganingizda menga pensiya oluvchi ekanimni tasdiqlovchi ma'lumotnoma kerak deb aniq ayting. Agar sizga pensiya miqdori ham kerak bo'lsa, pensiya miqdori ko'rsatilgan ma'lumotnoma kerak deb ayting. Agar faqat maqom kerak bo'lsa, faqat pensioner ekanimni tasdiqlovchi ma'lumotnoma kerak deb so'rang. Bu farq muhim. Chunki keraksiz shaxsiy ma'lumotlarni har joyga tarqatmaslik kerak. 3-qadam. O'zingiz bilan ID karta yoki pasportni oling. Agar eski pasportingiz bo'lsa, yangi ID kartaga o'tgan bo'lsangiz, ikkisini ham olib borish zarar qilmaydi. Agar vakil yuborayotgan bo'lsangiz, vakilning pasporti, sizning hujjatingiz nusxasi va kerak bo'lsa, ishonchnoma tayyor bo'lsin. Nogironlik pensiyasi bo'yicha murojaat qilayotganlar nogironlikni tasdiqlovchi hujjatlarni ham olib borsin. O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasida esa tug'ilganlik guvohnomasi, o'qish joyidan ma'lumotnoma yoki vasiylikka oid hujjatlar talab qilinishi mumkin. 4-qadam, hujjatni olganingizdan keyin darhol tekshiring. Familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, JSH raqami, pensiya turi, sana va tashkilot ma'lumotlariga qarang. QR kod bo'lsa, telefon orqali tekshirib ko'rish mumkin. Agar hujjatda xato bo'lsa, keyin tuzatarman demang. Xato hujjatni boshqa tashkilotga olib borganingizda vaqt yo'qotasiz. Shu zahoti xodimdan qanday tuzatish kerakligini so'rang. 5-qadam, hujjatdan bir nechta nusxa qiling. Bitta nusxani uy papkasiga qo'ying. Bittasini farzandingiz yoki ishonchli yaqin qarindoshingizga bering. Elektron ko'rinishini telefoningizda saqlang. Lekin telefonni yo'qotib qo'ysangiz, shaxsiy ma'lumotlar tarqalib ketmasligi uchun ehtiyot bo'ling. Suratni har kimga yubormang. Telegram yoki boshqa ilovalarda notanish odamga hujjat rasmini jo'natmang. 6-qadam, qaysi tashkilotga nima uchun topshirayotganingizni yozib boring. Masalan, mahallaga moddiy yordam uchun topshirdingizmi? Banka kredit uchun berdingizmi? Shifoxonaga yo'llanma uchun berdingizmi? Hammasini kichik daftar yoki telefon eslatmasiga yozing. Bu oddiy tuyuladi. Lekin keyin qaysi hujjatni kimga bergan edim degan savol tug'ilganda juda asqatadi. Ayniqsa pensiya miqdori ko'rsatilgan ma'lumotnomani berganingizda qayerga berganingizni bilib yurish muhim. 7-qadam. Agar pensiyangizda kechikish, miqdorda tushunarsiz o'zgarish yoki to'lovda uzilish bo'lsa, faqat og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Rasmiy murojaat qiling. Pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, pensiyam nega kamaydi? Nega tushmadi? Qayta hisob kitob qilinganmi?
deb yozma yoki elektron tartibda so'rang. Javobni ham imkon qadar rasmiy shaklda oling. Chunki og'zaki aytilgan gap keyin isbot bo'lmaydi. Rasmiy javob esa sizning huquqingizni himoya qilishda yordam beradi. 8-qadam. Farzandlar va nabiralarga ham ayting. Ko'p pensionerlar elektron xizmatlardan foydalanishda qiynaladi. Bu tabiiy. Lekin oilada telefon va internetdan yaxshi foydalanadigan odam bo'lsa, u yordam berishi mumkin. Faqat bu yordam tartibli bo'lsin. Ota-onaning roziligi bilan rasmiy portal orqali hujjatlarni ehtiyot qilib. Men yoshlarni ham ogohlantiraman. Ota-onangizning pensiya hujjatlarini keyin qilamiz deb ortga surmang. Ertaga shoshilinch vaziyatda yarim kunlik ish bir haftaga cho'zilishi mumkin. 9-qadam. Hujjatni faqat kerak bo'lganda yangilang, lekin uyda doim bittasi bo'lsin. Masalan, bugun umumiy ma'lumotnoma olib qo'ying. Keyin biror tashkilot oxirgi 30 kun ichida olingan bo'lsin desa, yangisini olasiz. Lekin uyda hech narsa bo'lmasa, har safar noldan boshlaysiz. Uyda eski bo'lsa ham rasmiy hujjat turgani sizga yo'l ko'rsatadi. Qayerdan olingan, qanday nomlangan, unda qaysi ma'lumotlar bor? 10-qadam. Har yili kamida bir marta pensiya hujjatlaringizni ko'zdan kechiring. Ayniqsa pensiya miqdori qayta hisoblangan bo'lsa, ish staji bo'yicha qo'shimcha hujjat topilgan bo'lsa, nogironlik guruhi o'zgargan bo'lsa, yashash joyingiz almashgan bo'lsa, bank kartangiz yangilangan bo'lsa, pensiya tizimida ma'lumotlar to'g'ri turishi sizga kerak. Chunki bitta eski manzil, bitta noto'g'ri raqam yoki bitta yangilanmagan hujjat keyingi jarayonda to'siq bo'lishi mumkin. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi masalaning mazmuni juda oddiy, lekin ahamiyati katta. Pensioner ekaningizni tasdiqlovchi hujjatni oldindan olib qo'ying. Bu hujjat mahalla, bank, shifoxona, sanatoriy, ijtimoiy yordam, kommunal yengilliklar va boshqa ko'plab joylarda kerak bo'lishi mumkin. Eng muhimi, hujjat rasmiy manbadan olingan bo'lsin, ma'lumotlari to'g'ri bo'lsin, kerak bo'lsa yangilangan bo'lsin va nusxalari tartib bilan saqlansin. Men sizga mutaxassis sifatida shuni tavsiya qilaman. Muammo chiqqandan keyin yugurib yurmaslik uchun bugun hujjatlaringizni tekshiring. Agar pensiya guvohnomangiz yo'qolgan bo'lsa, ma'lumotnomangiz eskirgan bo'lsa yoki umuman bunday hujjat olmagan bo'lsangiz, eng yaqin davlat xizmatlari markazi yoki pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz bora olmasangiz, ishonchli yaqinlaringizdan yordam so'rang, lekin shaxsiy kodlar va bank ma'lumotlarini begonalarga bermang. Agar sizda shu mavzu bo'yicha tajriba bo'lsa, izohlarni yozing. Sizdan qayerda pensiya ma'lumotnomasi so'rashgan, olish jarayoni oson bo'lganmi yoki qiyinchilik bo'lganmi? Boshqa pensionerlarga ham foydasi tegishi uchun fikringizni qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, qarindoshlaringizga albatta yetkazing.